yılı 9. ayının 14. günü Amerika'nın payitahtı Washington'da kurulup, Amerika hükümetinin parlament binasında dünyaya jakalangan sürgündeki Şarkı Türkistan Cumhuriyeti hükümetinin kurgucusu ve onun başbakanı buluş sütün bilen mazkur hükümetimizin tüvendeki 14 bölüm 70 maddeden teşkil topgan devlet asas kanununu takdim kılımı. Bu asas kanun 1949 yılı 10. ayda tacavuzcu Xitay Komünist hükümeti tarafından işgal kılınan vatanımız topraklarından chet ellerge çıkıp gitişke mecbur olan Şarkı Türkistanlık muacirlarının ortak milli iradesi asasen tüzüp çıkıldı. Şu asas kanun Şarkı Türkistan halkının ve onların evlatlarının milli müstakillik ve hürriyetini koluk getirişini, kapaletlendirişini ve hürriyetke erişkenden keyin devletimizin amel kılışkı tegişlik siyasi tüzümü ve parlak yolunu ko'rsatib berishni maqsad qildi. Bismillahirrahmanirrahim. Birinci bölüm. Devlet ismi, yer külümü, halkı, devlet tüzümü, devlet bayrağı, devlet giribi, milli marşı, milli naksı, milli nakşı müzikisi, müstakillik bayram tentenesi müzikisi, milli kasımı, devlet dili, devlet dini, payitahtı, milli hayt bayramları, yani Cumhuriyet bayramı, milli hayt bayramları, Cumhuriyet bayramı, yani müstakillik günü, şehitlerini yad ediş günü, yani matem günü ve siyasi partiyet. Birinci madde, devlet ismi ve yer külümü. Devlet ismi Şarkı Türkistan, yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti bulup, her kısmı basınç Xitay hükümranlığı atab kelevatgandek Şinjan, yani Şinjan Uyghur Abdunum rayoni emasdir. Şarkı Türkistan tüfrüğünün umumi yer külümü 1.828.418 kvadrat kilometrdir. İkinci madde, halkı ve devlet ismi. Şarkı Türkistan'ın halkı Uyghur, Kazak, Kırgızlardan ibaret Türk kabileleridir ve Türk kabileleri bilen uzun zamandan beri bir yaşaş jarayonida ularning medeniyet ve tillerini kabul kılış bilen Türkleşip ketken Moğollar ve Fars sözsüdüğün Taciklardan ibaret Türk kabilelerinden teşkil tabudur. Şarkı Türkistan halkının hazırlığı yani 2004 yıldaki tahmin kılınan ahalisi 35 milyondur. Yurt içi ve peşinde kabile bazlı edilip yukarıda izhar kılınan Türk kabileleri arasında ihtilaf çıkarış arkalı düşmanının yani Xitaylarının Şarkı Türkistan halkını bölüp idare kılışıga bilip yaki bilmey huşuş kat'i mani kılındı. Şarkı Türkistan Türk'ün yurdu bulup Şarkı Türkistan devletinin zemin tütüllüğü ve milletinin birliği hiçbir zaman parçalanmaydı. Devlet tüzümü demokratiya ve kişilik hukuku hürmet kılınan içtimai demokratik bir bütün hukuk devletidir. Üçüncü madde, devlet bayrağı, ay yıldızlık kök bayraktır. Dördüncü madde, devlet gribi, hilal ayının on tarafında 9 ve sol tarafında 9 tane nokta bulup, bu noktalarının hilal ayının 10 tüven kısmındaki üçtürük boğuç bilen bağlangan. Hilal ayının ortasında
öznehat bilen yazılgan Bismillahirrahmanirrahim Hilal ayının iki uçunun uçturuşuduğun yerinde 3 tane yıldızın teşkil tapkan bir şekilden ibarettir. 18 tane nokta olsa, Şarkı Türkistan'da yaşayan 18 Türk kavminin simboludur. 3 yıldız olsa, tarihte Şarkı Türkistan'da kurulan Köktürk, Uygurlar ve Karhanlar devletlerinin simbolüdür. 5. madde, milli marşı, milli nafsi, milli nakşı müzikisi, müstakillik bayram tentenisi müzikisi ve milli kasimi. Devletinin istiklal yani milli marşı 1933 yılı 20. asırın 30. yıllarında Şarkı Türkistan'da avcıga alınan halkını cehaletten kurtuldurup hürriyetke eriştirişini maksat kılgan atalmış akartış köşede başlamçılık rol oynap halkının büyük hürmetine sazavor bolğanlık için 1937 yılı 36 yaşında Xitaylar tarafından tutuklanıp ilk öldürülgen milli kahraman ve şehit Mehmet Efendi Tevfik tarafından yazılgan ve ahanga silinip okulgan Kurtuluş Yurdu Sudak Akdımızın Kanımız namlıq şiiridir. Kurtuluş Yurdu Sudak Akdımızın kanımız sen üçün ey yurdumuz bulsun bir daha bu canımız sen üçün ey yurdumuz bulsun bir daha bu canımız kalk geçip hem can birip ahir tutuldurduk seni kalk geçip hem can birip ahir tutuldurduk seni kalbimizde kutuzuşka var idi imanımız kalbimizde kutuzuşka var idi imanımız yaremden buldu bizden himmetimiz sen için dünyayı sorgan idi ötken uluk ecdadımız dünyayı sorgan idi ötken uluk ecdadımız yurtımız biz yüz tüzümle kandırın pakizlik yurtımız biz yüz tüzümle kandırın pakizlik emdi hiç kirletmeyiniz çünkü Türk'tür namımız emdi hiç kirletmeyiniz çünkü Türk'tür namımız Otla Cengiz Tümerhan dünyanı titretken idi Otla Cengiz Tümür dünyanı titretken idi kan birip nam alimiz
Tarixçi, yani Memleket'te tevfik tarafından yazılan tarihten evvel bizi doğ, tarihten sonra yani biz namda nakşi bulup onun tekst güvenlikçe. Tarihten evvel bizi doğ, tarihten sonra yani biz kalbimizde vicdanımız, bu bizim imanımız. Türk'üz, ana yurdumuzun köksümüz Türk seferi, baş kesilse kaytmaz, bastan izeden Türk erleri. Yurdumuzun altınudur, tağı birde başları, her biri bir arzudandır bu vatanın yaşları. Yurdumuz için kurbanıdır yaşlarımızın başları. İmanı, sıkkani, onların yoldaşları. Ordumuz hem yurdumuz, meşhur Türktür namımız, dinimiz, imanımız, bu bizim vicdanımız. Yurdumuz Türk'ün yurdu, biz onun kurbanımız, bayrakımız kök bayrak, ortasında ay yıldız. Milli nakşi müzikisi, Uygur 12 mukami ve başka yerli halk müzikileridir. Müstakillik bayram tentenesi müzikisi şadiyanıdır. Milli kasimi, bütün hayatını Şarkı Türkistan'ın istiklalı için vermişler. Yerin esir Xitay'ın karanlık zindanlarında yetip halk kalbide Xitay'a karşı elip verildiğin milli mücadelenin simvolü dep urun algan ve tevrenmez vatan ve milletperver ulug'zat Abdülaziz Mahsum'un ayrılmasın namlık tüvenlik şiiridir. Milletim milli hamiyet şanıdan ayrılmasın. Milletim hak doğru niyet canıdan ayrılmasın. Milletim saf ermiyet şanıdan ayrılmasın. Milletim birlik meiyet yanıdan ayrılmasın. Milletim mendil vesiyet kanıdan ayrılmasın. Milletim insaniyet meydanıdan ayrılmasın. Milletim İslamiyet imanıdan ayrılmasın. Milletim hakkaniyet vicdanıdan ayrılmasın. Milletim Turaniyet ünvanıdan ayrılmasın. Milletim Hürabiyet devranıdan ayrılmasın. Milletim eğer için hiç yol beden aldanmasın. Milletim özgeler maymun kılıp kullanmasın. Milletim tarihini pak saklasın bulgarmasın. Milletim erkin yaşaş imkanıdan ayrılmasın. Milletim bilsin vatanını, kadrini harp etmesin. Bu mukaddes canaten cananını zar etmesin. Başkalar bizden diyen şun sözüge ikrar etmesin. Müşterik devlet diyen yalgan derkar etmesin. Ana vatan Şarkı Türkistan'dan ayrılmasın. Kimge mensup, kimge haklı, kimge miras bu vatan, asli nesli kanıdır tutan uyuşkan ısçine. Şöbesiz Uygur, Kazak, Kırgız, Mongol, Tacik bilen bu vatan türü urukta ada mirasçine. Adı mirasçımen Turan'dan ayrılmasın. Ne kadar şanlı büyük erler yetiştirgen vatan. Erler içine türlü cevherler yetiştirgen vatan. Şanı şevkler, ehli gevherler yetiştirgen vatan. Dahi ve danayı rehberler yetiştirgen vatan. Arzudan ve kahraman oğlanıdan ayrılmasın. Bu vatan bağ ve gülistanlar bilen tolgan cimen. Habıtız meydanları körkem güzel bolgan cimen. Kattı hisler zor faziletlerge ordaşkan cimen. Yeryüzünün cenneti şanlı olur Kur'an cimen. Daima cennet nişan olganıdan ayrılmasın. Vakit mutlak olmasın ağyar için âli vatan. Şun ayaklar asına derselmesin gali vatan. Müstakil muhtar ölsün her zaman âli vatan. Milletimge has miras olsun bali vatan. Ergenaza
Behtiyar Turhan'dan ayrılmasın. Milletin başını aylandırgısı evyarılar, kan sürtmek birle yürütmek olgısı bekkarılar. Şunun için türlü tuzak dam kırgısı heyyarılar, behniyet şun fikirde kullanıcı her çareler. Milletin baykat kadem baslanıdan ayrılmasın. Esleter cennet daim vedenin gülzarları, öğri gılmallarını esletke içimen dıldarları. Bağı bostan gülistallar ara güllarları, Peyder Ahmet, Nazır Himmet, Kenizidur esrarları. Cennetul perdevis meydanından ayrılmasın. Vatanım tarihi üstün kadirlik onsulları, Arsalanlar ızları bilen çeniqqan yolları, kahramanlar üsthanedin kurulgan ulları, kim ki hain bu vatanga kurusun futbolları, erkin azad kollaniş yaryaneden ayrılmasın. Əsrlər, qəmlər, cəhalətlərdə qalğan bozumu, köz açanmay cahili nadallıq diyatdan bozumu, dəvirlərdən xar zarlıqlərə matan bozumu, köp zamanlar zulmi külbətlərdə tartan bozumu, həm də parla, bəxtlik dəvranədən ayrılmasın. Qolğu gəlməz əkmişkdək təlürüb turğan bilən, qaydırıp vermez bulamcı, yaldırıp sorgan bilen. Bəxt izlep kelmegey hamık oldurgan bilen. Aldınıp kalmaslık gerek, aldap umundurgan bilen. Həmni öz gücü bilen kolga olğanıdın ayrılmasın. Vətən milletini söymək, əhli İslam şanıdır. Bu hakikat, bu adalet Tanrı'nın fermanıdır. Bu enet sır şöbesiz hakkaniyet mizanıdır. Əsli nesli hak vicdan əhlinin cananıdır. Canadın ayrılsın, lekin cananıdın ayrılmasın. 6. madde, devlet dili, dini, paydahtı, milli eğit bayramları, Cumhuriyet bayramı, yani müstakillik günü, şehitlerini yad ediş günü, matem günü ve siyasi fatihası. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'nin devlet dili Uygur Türkçüdür. Kazak Türkçesi bilen Kırgız Türkçesi milli til kadarında kullanıldı. Din İslam'dır. Devlet başka dinlerine hürmet kılıdı, toğdaydı, erkil dini hukuklu ve kefaletli kılıdı. Devletin paydahtı Ürümçüdür. Milli heyt bayramları, Nuruz bayramı, Ruza, yani Ramazan heyti ve Kurban heytidir. Cumhuriyet bayramı, yani müstakillik günü 1933 yılı Kaşgar'da ve 1944 yılı G'uljida kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyetlerinin kurulgan günü bulup 11. ayının 13. günü doğru şehitlerini yad ediş günü 8. ayının 27. günü. Yani bu gün G'uljida kurulgan Şarkı Türkistan Cumhuriyeti rehberlerinin atalmış bayram vakası edip atalgan sırlık suikastı, yani 1949 yılı 8. ayının 27. günü düşman tarafından öldürülgen günü doğru. Hayır matem günü 10. ayının 1. günü, yani bugün mezkur atalmış bayram vakasından yılla Şarkı Türkistan'ı işgal kılgan komünist Xitaylarının komünist Xitay Halk Cumhuriyeti'ni kurup onu dünyada cakalıqalığını, yani 1949 yılı 10. ayının 1. günü de tentene kırılgan devletlik bayram günü buldu. Bugün Şarkı Türkistan halk için bir en zor tarihi yokutuş bulup hesaplandığın kaygılı gün bulup ta ki vatan müstakilliğine erişkene kadar bugün Şarkı Türkistan halk için bir matem günüdür ibarettir. Şarkı Türkistan'ın partiyası Şarkı Türkistan Cumhuriyeti, yani Şarkı Türkistan Cumhuriyeti partiyasının ismi Şarkı Türkistan Milli Partiyası olup sürgündeki Şarkı Türkistan hükümeti partiyasının ismi Şarkı Türkistan Milli Azadlık Partiyasıdır.
kılışı bu partiyanın azasıdır. 7. madde. Asas kanunun yukarıda yazılgan, yani ızhar kılıngan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. maddeleri her kandak şaraitta özgertilmeydi ve özgertişke kat'i teşebbüs kılınmaydı. 2. bölüm. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgün hükümeti. 8. madde. 2004 yılı 9. ayının 14. günü Amerika Koşmuş Ştatlarının paytaxtı Washington'da kurulgan sürgünlük Şarkı Türkistan hükümeti vatanımız tacavuzcu Xitay Komünist hakimiyetinin kuludan azat olğanda kadar Şarkı Türkistan halkı vakaleten hukuk yürgüzdiğen Şarkı Türkistan Cumhuriyeti'ne vakillik kılınan bir hukuk organıdır. Şarkı Türkistan sürgünlü hükümeti her tanda vatandaş yaki teşkilatlarının vatanının müstakillığını kılga almaslık şartı asıda Xitaylar bilen mürəssəyə qilishi ve ular bilen bu hususta ulardan demokratiya ve insan hakları şuarları asıda ay yıldızlık kök bayrakka hakaret keltirgen halda ali muhtariyet talep qilishi qat'iy ma'ni qilindi. Mezkur hükümetimizin turuşluk ornu Amerika'nın başkenti Washington'dur. 9. madde. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgünlü hükümetinin asas vazifesi Şarkı Türkistan halkının hürriyet ve müstakillığından ibaret milli gayesiga yetiş yolunda elip barmakta olan milli mücadelesiga tayangan asasda barlık hakkaniyet ve demokratiyani teşebbüs kılgıcı barlık devletlerin Birleşken Devletler Teşkilatı başlığındaki barlık insanperver ve halkara teşkilatlarının ve dünyadaki barlık insan hakları teşkilatlarının cümleden bütün dünya cemaatçilikinin Şarkı Türkistan'ın müstakillik mücadelesi olan destek ve yardımlarını kolu keltiriş arkalı Şarkı Türkistan halkını tacavuzcu komünist Xitay hakimiyeti yürgüzüvattan devlet terörizmine karşı küreşki teşkiller vatanımız Şarkı Türkistan'ın müstakillığını kolu keltirişten ibarettir. 10. madde. Şarkı Türkistan Cumhuriyeti sürgünlü hükümetinin ministerleri, baş ministerinin rehberliğinde ministerler kabiniyet yani bakanlık bulup teşkilindir. Özleri yaşavattan devletinin gereğdallığına ötken ve mezkur sürgünlü hükümette erkanda derecede vazife algan erkanda hükümet azası düşman Xitay bilen her kandak şarait asla kat'i mürəssələşməslik yani vatanının müstakillik davasından vazgeçmezlik yani teslim olmazlık şartı asıda zürrüte kılganda yani dava faydalık dep qaralganda her kandak yolları bilen vatanga berip kelish hukukuga gidiyor. Vatanga barganlık hergizmi Xitayga barganlık olmaydı. Vatanga barganlıkni Xitay barganlık deb tunish vatanni yani Şarkı Türkistan'ni Xitayning deb itiraf qilib düşmanga öz ağzı bilen inkar qilib bo'lmaydigan tilxeti berganlik bo'lib hisoblanadi. Nişansızlarca bir qon qichish ketgan bende vatanga qaytmaslik ve onun üstüge özleri ikamet kılgıcı yoki panolik ilib turgıcı chet memleketlerinin her xil itiqod, medeniyet, urf-odat ve tillerini tamamen qabul qilgan asosda özlerinin haqiqiy kimligini unutish, undan voz kechish hargizmi vatanparvarlik yoki insoniyatchilikdan derak bermaydi. İmkaniyetinden birice vatanının içinde durup düşmanla karşı mücadele kılış. Fakat olmaganda Allah yolunda vatanının hürriyet ve istiklal için icraat kılış. Ve bu yolda bütün varlığını ataş Tanrı'nın fermanıdır. Özleri bir amal kılıp her xil havayı heveslerini közlügen halda kahramanlarca yurtun keçip çıkıveder, öz nefs
üçünla yaşap vatanning davasini hiç ilgilenmezdi. Hatta vatan davası kılıcılarga xuddi Xitoy tarafidan vatan davası kılıcılarını yo'qotishga alayda tarbiyalanib chiqarilgan g'oljar itlarda yurib Xitoydanmi vasilarcha 20-asrning dastlabki yarmida yurt ichida orqadan qurilgan ikki qatimliq Sharqiy Turkiston hukumatiga varislik qilgan asosda surgunda qurilgan bu Sharqiy Turkiston hukumatini yo'qotishga urinmoq bo'lganlar asos qonunimizning xoin va munofiqlarni bartaraf qilish nizomnomasiga asosan jazo taqdirdi va ularning ismligi sodir qilgan shunliq harakatlari bilan butun xalq olamga antiladi. 11-madda hukumatning ministrlar kabineti yilda bir yoki ikki qatim yig'ilish o'tkazib hukumat programmalarining ijro qilinish ahvolidan bosh minister ya'ni boshbakan va kabinetga doklad sunadi va hukumat programmalarini amallashtirishning chora-tadbirlarini muzokara qilib bekitadi. 3-bölüm Parlament saylimi ve vatandaşlık. 12-madda Parlament o'ziga bir rais, bir yoki ikki muavin rais, bir bosh kotib va ikki kotib yordamchisini parlament a'zolari ichidan 4 yillik muddat uchun 3-2 ovoz bilan saylab chiqadi. Parlament a'zolarining taklifi bilan qonunlashgan va har qaysi raiyatlardan demokratik usulda saylangan vakillardan tashkillangan parlament alayida ahvollardan sirt har 4 yilning 1-yilining 11-ayning 10 kuni ichida 4-yilining 11-ayning 11-kuni oxirlashadi. Parlament bu asos qonunning tuvendagi 13, 14, 15, 16, 17, 18 va 19 moddalariga asosan yurt ichida va yurt tashida demokratik usullar bilan parlament a'zolarini saylab chiqib, parlamentni vujudga keltirdi. 11-ayning 13 kuni saylangan parlament a'zolari qasam berib vazifa topshirib oldi. Yana parlamentning vujudga kelishi huquqlari va a'zo soni dastlab qurilgan parlamentning belgilamalarini asos qiladi. 13-madda Sharqiy Turkistonning ichida vatanning ishg'ol qilinishiga chetishlik bo'lgan dushmanga yoki yurtni ishg'ol qiluvchilarga yordam bergan, ularga qulaylik berganligi sezilgan har qanday kishi parlament a'zoligiga saylanmaydi. 14-madda vatan Xitoy ishg'olidan qurtulganga qadar surgunlik hukumatining parlament a'zolarining saylanishida o'xshashda yuqorgi 13-madda asos qilinishdan boshqa yana surgunlik hukumatining parlament a'zoligiga saylanmoqchi bo'lgan kishining Xitoy hukumati bilan hech qanday siyosiy yoki iqtisodiy yoki do'stlik munosabatining bo'lmasligi shart qilindi. Agar parlament a'zosi bo'lib saylangan kishilar ichida Xitoy hukumati bilan siyosiy yoki iqtisodiy yoki do'stlik munosabati bo'lib kelganlar yoki parlament a'zoligiga saylangandan keyin Xitoy hukumati bilan yuqoridagi munosabatlarni qurishga boshlaganligi bayqalgan. Har qanday parlament a'zosi o'zining Xitoy hukumati bilan hech qanday yuqoridagi munosabatining yo'q ekanligini haqiqiy dalillar bilan isbotlab berganligi taqdirda o'zlarining parlament a'zoligi shundaqla hukumatdagi barliq vazifalardan elib tashlanib hukumatdan chiqarildi. Hukumatning hamma a'zolari parlament a'zosi bo'lib, bu qonun hukumatning barliq ministr va raislari uchun ham kecharlikdir. 15-madda garchi Xitoy hukumati bilan hech qanday yuqorida asos qonunning 14-maddasida aytilgandek biror munosabatda bo'lmagan taqdirda ham agar Xitoy hukumati bilan yuqorida munosabatlarda bo'lganligi oshkorlangan yoki bu sababdan hukumatdan chiqarilgan hukumat a'zolari bilan munosabatlarni uzmagan, hatto ya'ni hukumatdan chiqarilgan hukumat a'zolari bilan munosabatlarni uzmagan, hatto ularning hukumatdan chiqarilishiga hech qanday asossiz
işgal qilinishi bilan munosabati bo'lmagan, dushmanlarga yoki tajovuzchilarga yordamlashmagan, ularni qo'llab qolmagan, Sharq Turkistonda tug'ilgan, 7-avlodigacha Sharq Turkistonda yashagan har qanday kishi Sharq Turkistonlik bo'lib hisoblanadi. Uningdan boshqa yana Sharq Turkistonning sirtida o'zini Sharq Turkistonlik deb hisoblagan, Sharq Turkistonni ona vatanim deb qabul qilgan har qanday muhojir Sharq Turkistonning tabiiy vatandoshidir. 17-madda o'zini Sharq Turkistonlik deb tonigan 18 yoshning ustidagi har qanday er yoki ayol Sharq Turkiston vatandoshi yurt ichida va sirtida saylanish huquqiga egadir. Lekin har ikki saylamda ovoz yoki o'y bergichi va saylanuvchi vatandosh Sharq Turkiston asosi qonunini to'liq e'tirof qilishi shart qilindi. Mazkur asos qonunni tamoman e'tirof qiladiganligini har bir saylamga qatnashuvchi asos qonunning 5-moddasida davlatning milliy qasmi qilib belgilangan ulug' va vatan va millatparvar otamiz marhum Abdulaziz Mahsumning vayrilmasin degan vasiyatnomasiga Qur'on tutib turib, Alloh oldida shahodat keltirish, ya'ni qasam ichish va keltirgan shahodatiga o'z qo'li bilan imzo qo'yish orqali bog'laydi. 4-madda parlament a'zolari, ya'ni millat vakillari. 18-madda askar va saqchilar vazifa o'tayotgan muddat ichida millat vakili bo'lib saylanmaydi. Ammo saylan mazgilidan oz deganda 3 oy burun istiqo berish sharti bilan saylash va saylanish huquqiga ega bo'ladi. 19-madda davlat ichida har 60 ming nüfusdan bir parlament a'zosi saylanadi. Surgunlik parlament uchun parlament a'zolari yashayotgan davlatlardagi Sharq Turkistonliklarning nüfus soniga va ularning amaliy ahvoliga asosan dastlabki qurilgan parlamentning qonunlashgan belgilamalari bo'yicha saylanadi. Ammo surgunlik parlament a'zolarining soni 60 kishidan kam bo'lmaydi. 20-madda parlament xodimlari parlament rais tarafidan tayinlandi. 21-madda parlament a'zolari ichida vafot bo'lgan yoki har qanday sabab tufaylidan vazifasidan ayrilganlarning o'rniga parlamentning qarori bo'yicha belgilangan muddat ichida shu vakil tavalligidagi rayon tarafidan parlament a'zolari to'liqlanib saylandi. 5-bo'lim qonunlar va qarorlar. 22-madda barliq qonunlar parlament tarafidan tuzib chiqildi. Bu qonunlar 2 ovoz bilan ma'qullandi. Ma'qullangan qonunlarni hukumat ijro qildi. 23-madda barliq qarorlar hukumat tarafidan chiqarildi. Bosh ministr, ya'ni boshbakan, bir yoki 2 ministrni hukumat bayonotchisi, ya'ni hukumat so'zchisi qilib tayinlaydi. 6-bo'lim parlament va davlat armiyasi. 24-madda yurt ichida vatan ozod bo'lgandan keyin davlat raisi davlat armiyasining bosh qo'mondoni bo'ladi. Ammo yurt tashida toki vatan mustaqilligiga erishgunga qadar Sharq Turkistonga vakolatdan ish bajaruvchi eng oliy organ bo'lgan surgunlik Sharq Turkiston hukumatining bosh ministri, ya'ni boshbaqani surgunlik hukumat ichidagi eng yuqori darajadagi huquqqa ega bo'lgan hukumat arbobi bo'lib, mazkur boshbaqan surgunlik hukumat tarafidan Xitoyga qarshi yurt tashida tashkillangan armiya bosh qo'mondonidir. 25-madda vatan ozod bo'lgandan keyin tinchlik mazgillarida davlat raisi tarafidan ko'rsatilgan eng tajribali obro'li davlat armiyasi ichida hurmat sazovor va ishonchli bir yuqori darajadagi ofitser davlat armiyasiga davlat raisiga vakolatan qo'mondonlik qiladi va bosh qo'mondon qilib tayinlandi. Ammo vatan ozod bo'lgan qadar hukumatning bosh ministri, ya'ni boshbaqani hukumatning mudofaa ministrini davlatning armiyasiga qo'mondonlik qilishga tayinlaydi. 26-madda parlament
seferberlik, uğruş ilan kılış, devlet menfaatini qo'g'dash shart asida chet ellar bilan bo'ladigan shartnomalarni tuzish huquqini uchta ikki ovoz bilan hukumatga, ya'ni boshqonga sunadi. 7 bo'lim davlat raisining saylanishi va huquqlari. 27 madde. Sharq Türkistan mustaqillik davası o'zini atagan 40 yoshga to'lgan va parlament a'zosi bo'lib saylangan Türk naslidagi har qanday Sharq Turkistonlik davlat raisi bo'lib saylanadi va saylangan davlat raisi qasam bilan o'z vazifasini topshirib oladi. 28 madde. Devlet reisi devletin simboludur. Devlet reisinin sürgünlük hükümetçiliki baş minister tarafından kurulgan hükümet kabinetinin baş məsləhətçisi bulup, baş minister tarafından ministerlik təyinlənən namzatlarını yengişləşke, yoki əməldən qaldırış haqqında baş ministerinin parlament tasdiqlagan qonun shartnomalar, qarornomalarni tasdiqlashi yoki tasdiqlaması haqida chet ellarga elchilarni tayinlash va chet el elchilarini qabul qilish haqida Adliya ministerligining taklifi bilan og'ir gunohkorlarni kechirish, ya'ni kechirim qilish yoki jazosini yengiltish haqida bosh ministerga o'zining qimmatli tavsiya va fikrlarini berish huquqiga, davlat reisining kasallik, sayohat yoki boshqa sabablar bilan vazifasini ado qilolmaydigan vaqtlarda parlament a'zosi bo'lgan muavin davlat reisining salomatligi asliga kelganga qadar yoki sayohatdan qaytganga qadar davlat reisining barliq huquqlarini, ya'ni vazifasini o'z ichiga deb uni bijildi. Devlet reisi vafot bo'lgan taqdirda parlament tarafidan yangi devlet reisi saylanganiga qadar devlet reisining vazifasini bijildi. 8 bo'lim. Baş minister, ya'ni boshqonning saylanishi va huquqlari. 29 madde. Sharq Turkiston mustaqillik davası o'zini atagan 40 yoshning ustida bo'lgan parlament a'zosi bo'lib saylangan Türk naslidan bo'lgan har qanday kishi bosh ministerlikka, ya'ni boshqonlikka saylanish huquqiga ega. Saylangan davlat bosh minister qasam bilan o'z vazifasini topshirib oladi. Bosh minister raisning maslahati va tavsiyalarini olgan asosda ministerlar kabinetini tashkillab davlat parlamentiga sunadi. Parlament ministerlar kabinetini 3-2 ovoz bilan tasdiqlaydi. Bu jarayonda aslidagi kabinet o'z xizmatini davomlashtirdi. 30 madde. Bosh minister parlamentga vatanning umumiy ahvoli, ya'ni hukumatning siyosati haqida oz deganda yilda bir qator ma'lumot berdi. Va o'zi turgan va o'zi to'g'ri topgan taqdirda parlamentning saylini elib berish bir davr oxirlashgandan keyin Turkiston xalqini yangi vakillar saylash uchun saylam vaqtini bekitishga, urush va tinchlik zamonlarida davlat armiyasini safarbar qilishga, kabinet a'zolarining faoliyatlarini nazorat qilishga, ministerlar kabinetining qarorlariga zid harakat qilgan ministerlarni yangi ishlashga, yangi minister tayin qilishga, qonunlarning adil ijro qilinishiga va vatanning favqulodda ahvoli ostida qolgan mezgillarida qonun kuchiga barobar qarorlarni chiqarishga, parlament qarori bilan harbiy holat e'lon qilishga huquqlidir. 9 bo'lim. Parlamentning huquqlari. 31 madde. Mazkur parlament hamma qonun va nizomlarni chiqarishga, bosh qonun chiqarishga, qarzlarni to'lashga va umumning manfaatlarini qo'llashga, umumiy boj bilan import eksport tovarlaridan elinadigan boj qonunini chiqarishga, bojning Sharq Turkistonning chegarasi
ichida barobar va bir xil o'lchamli bo'lishiga munosabatli qonunlarni chiqarishga huquqlidir. Parlament yana tuvandagi sohalarda munosabatli qonunlarni chiqardi. 32-madda Sharq Turkistonning chet ellardan qarz berishiga, savdo ishlari bilan tashqi savdoni kontrol qilishiga, 33-madda vatandaşlık qabul qilish va vatandaşlıkdan chiqarish hamda krizis sababchi bo'ladigan bank pul paxalligining oldini olishga, 34-madda pul besish va pulning qimmatini qo'llash, chet el pullarining kursini belgilashga, o'lcham birliklarini bekitishga, 35-madda soxta pul yasovchilarni jazolashga, 36-madda pochtaxona, doktorxona, maktablarni ochishga va binokorlik qurilishlarini elib berishga, 37-madda yozuvchi va san'atchilar ilm-fan sohasidagilarga qalam haqqi berish, ularning ijodiyat huquqini qo'llash va erkin faoliyat qilishiga kafolatlik qilishga, 38-madda Oliy sud mahkamasi va uning tuvan bo'lgan sud mahkamalarini qurishga, 39-madda davlat chegarasidagi erkakchilik, ya'ni tomoshabindagi ko'zbo'yamchilik hodislarini aniqlash va ularga munosabatli qonunlarga xiloflik qiluvchilarni jazolashga, 40-madda sirtda urush e'lon qilish, vatanga qilingan yoki qilinish ehtimoli bo'lgan tajovuzchilik harakatlarga qarshi turishga, 41-madda davlat armiyasini tashkillash, kuchaytirish va uni boshqarishga, 42-madda davlatning bir butunligini qo'llash, to'polonni tirishtirish, ya'ni isyonni tirishtirish, tajovuzni to'sash uchun armiyani harbiy vazifaga safarbar qilishga, 43-madda askarlarni tashkillash, qurollantirish, boshqarish, ofitserlarni vazifaga tayinlash, parlamentning harbiy tuzumiga binoan harbiy ta'lim-tarbiya elib berishga, 44-madda Sharq Turkiston parlamenti Sharq Turkiston Cumhuriyeti hukumatining va uning har qaysi organlarining yoki hukumat arboblarining yuqorida bayon qilingan qonunlarni ijro qilish uchun zarur bo'lgan butun qonunlarni chiqarishga va qonunlashtirishga huquqlidir. Shuning bilan birga parlament, ya'ni vatanga osiylik qilish jinoyati haqidagi qarorlarni tasdiqlash huquqiga ega. 10-bo'lim vatandaşlarning haqlari va parlamentning huquq cheklamasi. 45-madda parlament Sharq Turkiston xalqining huquqlariga, qonun oldida barobarligiga, diniy e'tiqodlariga kafolatlik qiladi. Ammo har kimning e'tiqod qilgan diniga va erkin ibodat qilishiga cheklama qo'yadigan tushuncha va so'z erkinligini, nashriyat erkinligini cheklaydigan, yig'ilish erkinligi bilan hukumatga xohlagan mavzuda iltimos sunish erkinligini cheklaydigan, vatandoshlarning imtiyoz va aloyidligini tuvanlashtiradigan hech qanday qonun chiqarmaydi. 46-madda Sharq Turkiston hukumatining ruxsati bilan xalq qurol saqlash va qurol elib yurish erkinligiga ega. 47-madda tajovuzchilarga hamkorlashib vatanning ishg'ol qilinishiga, vaqtchilik qilgan dushmanlarga yoki vatanni ishg'ol qiluvchilarga oshkor yoki yoshirin yordam berganlar jinoyatining og'ir yengilligiga qarab sudga tortildi va jazolandi. 48-madda yurtdoshlar ichida dushmanimiz Xitoyga o'xshashlar Sharq Turkiston surgunlik hukumatini e'tirof qilmaganlar va har turli suiqasdlar bilan hukumatni vayron qilishga urindiganlar
yoki oy yulduzli ko'k bayroq ostida va mustaqillik shiori ostida Sharq Turkiston surgundagi hukumatini dastaqlagan qiyofat kirib, amaliyotda har xil suiqasd bilan mazkur surgundagi hukumatni yo'qotishga uringanlar yoki mazkur hukumatning asos qonunini xohlagancha o'zgardi. Saxta Sharq Turkiston hukumati barpo qilib, xalqni qaymoqtirish, vatanning mustaqillik mujodalasiga buzg'unchilik qilgan buyuk jinoyat bo'lib hisoblanib, bunda buzg'unchilik harakatlar hukumatimizning vatan xoinlarini bartaraf qilish nizomnomalarining mazmuniga asosan bartaraf qilindi. 49-madda. Garchi hayotida hech bir zaman Xitoyning ziyonkashligiga uchramasa-mu, lekin yurtdashida Xitoylarning Sharq Turkiston xalqi ustida elib berayotgan qirg'inchiliklarni bahona qilib ko'rsatib, siyosiy panohlik elish yo'li bilan dunyoning har qaysi joylarida yashayotganlar bo'libmi, buning ichida Xitoylarga yaqindan hamkorlashib, surgundagi hukumatni yo'qotishga urinayotganlar o'zlari turishliq davlatdan surgun hukumatning taklifi bilan Xitoyga qaytarib berildi. 50-madda. Qonunda ruxsat qilingan ahvoldan boshqa mayli tinchlik davrida bo'lsin yoki urush davrlarida bo'lsin, har qanday askar yoki soqchining mulk egasining ma'qulligini olmay turib va sud mahkamasining qarorini ko'rsatmay turib, har qanday kishining mulkini musodara qilish yoki ishg'ol qilish qat'iy ma'ni qilindi. 51-madda. Kishilar yonlarini, uylarini, xatchaklarini, cho'ng-kichik buyumlarini va o'zini qonunsiz oqtirish va chaqilishga qarata qonun qo'llanish huquqi egadir. 52-madda. Urush yuz bermagan, harbiy holat e'lon qilinmagan yoki umumiy xalqning bexatarligi tahdidga uchramagan ahvollarda har kim sud mahkamasining qarorisiz hukm qilinmaydi. Har qanday kishi o'xshash jinoyat uchun ikki qatam jazolanmaydi. Hech kim qonuniy jarayondan o'tmay turib, erkinligidan, mol-mulkidan, hayotidan mahrum qilinmaydi. Adil to'lanmay turib, hech kimning xususiy mulki musodara qilinmaydi yoki xalqqa taqsim qilib berilmaydi. 53-madda. Har qanday jinoiy deloni, ya'ni jinoiy masalani bartaraf qilishda javobgar betaraf bir sud oldida qonun bo'yicha sudlanadi. Gunohlari va qonun sabablaridan xabarlantirildi. Guvohchilar bilan yuzlashtirildi. O'z manfaati uchun shohid ko'rsatish huquqiga va o'zini oqlash uchun advokat tutish huquqiga egadir. 54-madda. Qorlang'uvchini tabiiy va g'ayrinormal usulda jazolashga, uningdan ortiqcha kafolat puli yoki jarimani talab qilishga yo'l qo'yilmaydi. Gunohkor jinoiy ishlar qonunidagi jinoyatining yengilligiga asosan jazolanadi. 55-madda. Vatandoshlarning asos qonunda verilgan huquqlari va bahramand bo'lishga tegishli qonunli huquqlari inkor qilinmaydi. 56-madda. Sudda jinoyatchiga berilgan jazodan so'ng yana uni malay qilib edish, qul qilib edish, majburiy emgak qilish va ijtimoiy o'rniga qarab kamsitish man etildi. Har bir Sharq Turkiston vatandoshi qonun oldida barobardir. 11-bölüm hükümetinin hukuk çeklemesi. 57-madde. Hükümetinin kanunda ko'rsatilgan dairesinden sır pul sarf qilishga ruxsat qilinmaydi. Ammo davlatning
tunutuş ve onun bexatarligini saqlash uchun başbakan, yani başminister parlamentning qo'shilishidan o'tkazib, muavin miqdordagi mablag'ni saqlash, xarajat qilish huquqiga ega. Parlament davlatning 1 yillik xamchut va rast planini ko'zdan kechirib tasdiqlaydi. Munosabatlik ministerlarning har yili rastlarning chiqim qilinish ahvolidan taftish hay'ati orqali hisob oladi. Taftish hay'ati parlament tarafidan ovozga qo'yib saylab chiqiladi. Hay'atlar 3, 5, 7 yoki 9 kishidan tashkil topadi. Yani tok kishidan tashkil topadi. 58 madda. Sharq Turkiston hukumati hech kimga alohida imtiyozli mansablarni hadya qilmaydi. Hukumatda vazifa o'taguvchi shaxs yoki millat vakili parlamentning ruxsatsiz davlat ichi va sirtidagi hech kimdan hukumat nomiga hadya yoki mansab qabul qilmaydi. 12. bölüm Adliya. 59. madde. Sharq Turkiston hukumatining adliya sistemasi parlament tarafidan alohida chiqarilgan qonunga asosan qurilgan oliy sud mahkamasi va tuven darajalik yoki yerlik sud mahkamalari orqali faoliyat qiladi. Sudchilar, advokatlar va taftishlar adliya ministri tarafidan oliy maktablarning qonun fakultetlarini bitirgan. Xizmat, tarix, haq, xalq ichida obro'li qonunshunoslar ichidan tayinlandi. Sudchilar va taftishlar bir taraf turib vazifalarini odillik bilan bajardi. 60. madde. Sudlanganlar tuven darajalik yoki yerlik sud mahkamalarining chiqargan qarori va hukmnomalari haqida norozilik arzilarini oliy sud mahkamasiga sunish huquqiga ega. 61. madde. Sharq Turkiston adliya sistemasi asos qonunda belgilangan barliq qonunlarni bitirib ijro qiladi. Xalqaro kelishimlarda Sharq Turkiston Cumhuriyeti tarafida turib, xalqaro qonunlarni ko'zda tutgan asosda ish bajaradi. 62. madde. Barliq jinoiy ishlar delovlari taftishning qonuniy shikoyatnomasiga asosan bir taraf sudga topshirildi. 63. madde. Davlat ichida Sharq Turkiston davlatiga qarshi urush e'lon qilish, davlat dushmanlarining yoki davlatni ishg'ol qiluvchilarning irodasi bo'yicha ularga yordam qilish, ularga qulaylik yaratib berish, vatanga osiylik qilish jinoyati bo'lib hisoblanadi. 13. bölüm Asas qonunga tuzish kirgizish. 64. madde. Mazkur parlament har qanday vaqtda parlamentning 3dan 2 ovoz bilan asas qonunning moddalariga tuzish kirgizish huquqiga ega. Ammo asas qonunning dastlabki 1, 2, 3, 4, 5 va 6 moddalariga tuzish kirgizishga va tuzish kirgizish haqida taklif berishi qat'iy man etiladi. Tuzish kirgizilgan moddalar asas qonunning qo'shimcha qismida aniq ko'rsatildi. 65. madde. Bu asas qonunning dastlabki 6 moddasiga asosan tuzilgan Sharq Turkistonning qonunlari Sharq Turkiston Cumhuriyeti territoriyasida va Sharq Turkistonliklar yashaydigan dunyoning har qanday joyida kuchlidir, ya'ni muqaddasdir. 66. madde. Sürgündük Sharq Turkiston parlamentining a'zolari har 4 yilda bir qatim 11 ayning dastlabki haftasida elib berildi. 11 13 kuni yangi parlament eng tashqadan parlament a'zosining riyosatchiligida qasam bilan vazifa topshirib oldi. Qasam murosimidan keyin parlament a'zosi qonunning 13 moddasiga asosan, mazkur qonunning 13 moddasiga asosan faoliyatlarni elib bordi. 67. madde. 2004 yili 9 ayning 14 kuni ovozga qo'yilish orqali saylangan parlament a'zolari va ministerlar 4 yil keyingi saylangacha vazifasida qoldi. 14. bölüm Oliy sud mahkamasi
Şarkı Türkistan parlamenti tarafından çıkarıldıgan kanunlarga asasen kurulgan bulup, bu asas kanun hükmü boyunca çıkarıldıgan kararlarının ve Şarkı Türkistan parlamenti nizamnamalarının şekli hem mahiyet cihetinin asas kanunga uygun bolgan yoki bolmaganlık hakkında nazaret edilip barıdı. Ali Sot Mahkemesi 9 kişilik bir heyetten, yani 9 kişilik tak kişilik yani bir heyetten teşkil ediyordu. Ali Sot'un başlığını baş minister yani başbakan tayin kıldı. Mezkur 9 heyet azaları her 4 yılda bir kadem parlament azaları tarafından sayılır. 69. madde. Asas Kanun Sot Mahkemesi Cumhuriyet Baş Sotçusunun şikayeti ve parlamentin kararı bilen devletin milli menfaatini eğer ziyan uçurattan devlet reisi, baş minister ve ministerlerini asas kanun Sot Mahkemesi'nin bertaraf kılışıga tapşırıldı. Asas Kanun Sot Mahkemesi çıkargan karar keskin bulup, onunla itiraz bildirişki bolmaydı. 70. madde. 14 bilim 70 maddeden teşkil tapan bu asas kanun yurt dışında Şarkı Türkistan müstakillik hareketinin dünya cemaatçiliği aldıda bulup mu onun Amerika hükümeti ve halk aldıda tunulup bugünkü halıda gelişide açmışlık rol oynamakta olan Washington'daki Şarkı Türkistan Milli Azadlık Merkezi'nin kurgucusu ve onun prezidenti ve şunun bilen birge bu kedim Washington'da vücuduk gelgen mezkur sürgünde hükümetimizin kurgucusu bolgan men Enver Yusuf Turani tarafından tayyorlab gezip çıkılgan bulup mezkur asas kanun 2014 yılı 11. ayının 20. günüdün 22. günüge kadar Washington'da çakırılgan kurultayda parlament azalarının umumiyüzlük bir tek mağdurluğunun gücü bilen Washington'daki National Press Club'da yani Milli Akbarat Klubu'da 11. ayının 23. günü dünyaya ilan kılındı. Bu asas kanunun Uygur için nüshusu asas kılındı.